Assalomu alaykum do'stlar. Do'stlar, yaxshilarmi? Yaxshilarmi? Desalonglar yaxshi. Do'stlar, ona ikkitasi WhatsAppdan yozib turdi. O'zlariga ham yozib qo'ydim. Endi u videolarni ko'rib turib aytganda ular ham. Videoda bir video qilib qo'yin, qolganlar ham eshitsin dedim-da. Hozirgi paytda addilga qilsa bo'lavu debdir. Bizga timba aytadi addilga, qilib yuramiz. Uyni ichida suv muzlab bo'laveradi do'stlar. Birinchi varianti. Ikkinchisi endi usta o'zi kirgandan keyin sovuqni ish qilyapti, o'ziga sharoit yaratib oladi. Pushkasi bo'ladi, pushkani yoqib oladi do'stlar. Ikkinchidan material ham arzon bo'ladi. Hozir sovuq kunida, qish kunida materiallar ham arzon bo'ladi do'stlar. Masalan, 400 so'mlik gipsagardonlarni 300 dan olasiz. Aboylarni ham arzonroq olasiz. Kraskalar ham shunday. Ham barliq narsalar arzondaydi do'stlar. Sizlarni pilisinglarga. Sezonda magazinchilar ham senani ko'tarib oladi do'stlar. Aytgan senasidan yilda bir 10 so'm 20 so'm tushib qo'yadi. Hozir yo'q deganda jarimi desam yolg'on bo'lib qoladi. Gideta bir 1000 so'mlik narsani 700 dan olasiz-da har qalay. 10 ta oladigan bo'lsangiz 300 so'mdan bo'lsa, yo'q deganda hozir 3000 so'm cho'ntagingizga foyda bo'ladi do'stlar. O'shunday. Eshikteri masalan 10 ming bo'ladigan bo'lsa, 7 mingga tushgan. Arzon deb qo'ygan. Kecha men bozorda bonni aylandim. Spiskada olib yurgan narsalarimiz arzon debdir, ancha arzon debdir. Tem bo'la aksiyani ko'paytirib bergan hozir. Keyin M-bankinglari bo'ladigan bo'lsa, variantga ham beraveraman. Variantga ham. 3 oy ichida birinchi olganingizda 200 ming so'mlik beradi. 200 ming so'm sizga beradi. Variantga shundan eshik olasizmi, laminat olasizmi, nima olsangiz ham bo'laveradi. 3 oy ichida to'laversangiz bo'ladi. 3 oyligi bor, 6 oyligi bor. Shunaqa yangi narsa chiqib qolgan hozir. Sirazi borib turli magazinchiga to'laysiz. Shuni 3 bo'lib to'laysiz. Boshida 1%ni 1%ni to'lasangiz, masalan 200 ming so'mdan boshida hozir sizlardan nima desam, misoli nima desa bo'ladi. Bizda bir 50 ming pulinglar bor. 200 ming so'm material ketadi. Qolganini bo'lib to'lasangiz bo'laveradi do'stlar. Bo'lib laminat olasizmi, eshik olasizmi, nima olsangiz ham bo'lib to'lasangiz bo'laveradi do'stlar. Shunday uslubga chiqib qo'ygan. Tem bo'lib buni yozda ham bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Biroq qimmat bo'ladi. Hozirgi sezonda arzon bo'ladi. Hozir usta olsangiz ham suruvga o'tmaydigan narsalarni olib qo'ysangiz bo'laveradi. Hozir usta solam degandir bo'ladigan bo'lsa, masalan dedi 1 million ketadigan bo'lsa, 700 ming bilan bitirib olasiz hozir. Dalni momentda do'stlar. Lustralar 15 ming degan lustralarni kecha ko'rdim. Lustralar 8,5 ming, 8 ming deb turadi do'stlar. Treklerni ko'rdim men 600 so'mdan olib yurgandim. 450 so'mdan ko'rdim do'stlar. Uje sen ham tushirganini qarag'alar. Sizlar foydanglarga, pilusinglarga. Ko'pchilik yozda rasa sezonda boshlaydi, rasa qimmatlashib oladi senalarda ham do'stlar. Qo'linglardan kelgancha agar shartinglar bo'lsa, hozir boshlab qo'ysanglar, boshlasanlar. Sizlarni pilusinglar. Kimi solsanglar ham, usta solsanglar ham hozirda sezonda gipsagardan olib qo'ysanglar bo'laveradi. Yozga chiqqanda ustalar senasi ko'tarilganda zalorasizlar, do'stlar. Shunday do'stlar. Hozirgi paytda bar yo'q. Hozir nima qimmat? Parovata plenani radiatorlari qimmat hozir. Uja sezon keldi. Ular qimmatdaydi do'stlar. Yozda ular arzondaydi. Kanalimizga kirsanglar, podpisatsiya bo'lib, kommentariy yozib qo'yishni unutmanglar. Mayli tinch bo'g'inglar, do'stlar.
Biz o'zi polni podключ qilamiz. Pol, patolog, aboy, parovoy, elektrika, travertin, lisensiyachi bolalarimiz ham bor do'stlar. Agar men tushgan obyektda bo'ladigan bo'lsa, 100 minglik lisensiyani 70 mingga qildirib beraman. Masalan, 200 ming so'mlik lisensiyani 150 mingga qildirib beraman. Agar men o'sha yerda bo'lsam. Men bo'lsam aytavergilar. Aytsangar men o'zim ashirada turam deb lisensiyachiga aytam, meni obyektim deb arzonroq qildirib beraman.